Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa 6 ot kuchli dizelimizga greder yasadik. Bu grederimiz yasashdan maqsad kichikroq joylari, yumshoq yerlarni tekislashga. Hali buni ishlatib ko'rganimiz yo'q. Xudo xolasa inshaalloh kunlar issisin, albatta mana o'zimiz yerlarda sinab ko'ramiz. Endi Zubirdiki bor, u katta. Hozir bu 6 ot kuchlimizga mana temir balon yasadik Damas'nikidan. O'zi yasalgan, oldin yasab qo'yganman, 2-3 yil bo'ldi. Ixchamgina greder qilib yasadik. Mana bu unaqa juda og'ir bo'lmagan, mana bunday ko'tariladi. Tunikadan 2lik list, 2lik bo'lsa kerak qilib yasab qo'ydik. Xudo xolasa ana orqalari upor berdik, qiyshayib ketmaslik uchun. Bu yog'i o'zbekchilik atxot temirlardan qilingan hammasi. Bu yerda hech qanaqa list nima deydi, haligi gaz balon yo unaqa narsadan qilmadim. Oddiy listda mana lemixini ham o'sha oddiy o'zi mana shu list o'zidan doполнительный qilib qo'ya qoldim. Og'ir bo'lib ketmaslik uchun. Og'ir qilib bu o'zi kichkinagina motoblok ko'ryapsizlar. Tortolmay qolmasin yana. Buni ham kecha galobkalar ochib pirkalatkalab qo'ydik. Yurdi, xudoga shukr, yaxshi. Bu grederimiz ikkita motoblokka tushadi. Ana aytda 7 talik benzinligim bor, unga ham tushadi. Bunga ham tushaveradi mana. X kalibrga endi kichkina bo'lib qoladi. Atak bu baquvvat bilasizlar, 15 ot kuchi bemalol tortadi buni. Endi Zubirdiki naryoqda. Xudo xolasa ishlar jarayonini yana albatta tashimiz, yerlar yetilsin. Hali ham mana chekkalarda qor bor, yerlar loy. Xudo xolasa yetilsin. Albatta tashimiz. Bu temir balon shu shezgirayni kecha qahramondan sotib oldim. Sal uzun ekan, kesdik uni. Kesib buni ham to'g'irlab mana qo'ydim. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, savollar bo'lsa telefon qilaverasizlar. YouTube kanalimda telefon bor, yana bilmaganlarga aytib o'tamiz. 93lik 566 51 33, 99lik 866 51 33. Mana Zubirdi puliklari. Mana bu atvalanovi. Tagidagi traktor atvala. Mayli, mana ikkita puligimiz tayyor. Xudo xolasa. Bu ko'tiga qo'yib tortilari qaldirg'och. Ishlaydi zo'r. Endi mana shu ish joyimiz. Svarka, bolgarka. Shu ikkita narsada ish qilamiz. Bolg'a. Eng muhimi qani temir uradigan. Qaq qo'yding temirda. Mana shu narsalar kerak bo'ladi. Puliklari bukishga, urishga juda yaxshi narsa. Buni metalondan spesialni sotib olganman. Xullas shunday gaplar, hurmatli obunachilarimiz. Omad hammaga, ko'ringlar. Savollar bo'lsa telefon qilaveringlar. Omad hammaga.